Ko'z yoshlashdan kelgan bemorimiz 61 yosh, Tojikistondan tashrif buyurgan, o'zlari Rossiya fuqarosi ham Tojikiston fuqarosi. Bir necha yildan beri ko'z yoshlanishi, yiringlashni shikoyat qilgan. Tekshirganimizda o'ng tomoni surunkali yiringli dakrostissit aniqlandi. Hozir burun ichidan xudo xolasa ko'z yosh kanalini ochamiz, inshaalloh. Analiz toshlar operatsiya o'zini qo'yasiga keldi. Burun ichidan endonazal endoskopik dakrostisitomiya operatsiyasi bajardik. Ya'ni burun ichidan ko'z yosh qopchasini ochib, mana bunaqa silikon shlanga o'rnatib qo'ydik. Nimaga? Bu turg'un kanal hosil bo'lishi uchun. Operatsiya qilgan ochganimiz bilan tez yopilib qoladi. Dargina shunaqa. Shuning uchun kanal shakllanishi uchun mana bunaqa silikon o'tkazib qo'ydik. Bu silikon 3 oydan 6 oygacha turadi. Turg'un kanal shakllangandan keyin olib tashlaymiz. Undan xudo xolasa ko'zi yoshlanmaydi. Sizlar yaqinlaringiz aynan ko'z yosh kanalidan muammo bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga telefon qilib, konsultatsiya yozilishingiz mumkin. Allohumma solli va sallim va barik ala